Assalomu alaykum aziz ayollar. Mana biz bitta klientimiznikidan shuncha paxta gullik idishlarini olib ketyapmiz. Chiroyli narxlarda, rozi qilgan holda bularni rozi qilib, mana mashinam to'ldi o'zi ham. Mana shuncha paxta gullik idish tovoqlari bor ekan. Mana rahmat, baraka topishsin. Iloyim o'zlari mashinalarga joylab, yordamlashib tayyor qilib berishdi. Iloyim barakasini bersin. Sizlarni ham uylarda shunaqa ishlatilmayotgan eski idish tovoqlaringlar bo'lsa, chindilar, xrustallar, bagemalar, madonnalar, servizlar, nima idish tovoqlar bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biza Telegramdan rasm yoki video tashlab bersanglar, narxini aytib beramiz. To'g'ri kelsa uylardan olib ketamiz. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.